Instagramda o'tiradigan hamma qaynonalar meni o'lgidek yomon ko'radi. Nimamush kelinlarni aynitayotgan ekanman. Qaynona bo'lsalar kelinlarini aynitaman, ona bo'lsalar voy baraka toping, qizimni og'irini yengil qildingiz, shunaqa firmalarni ko'rsatib turing deyishdan kelishadi. Kelinlar tozalashga odam chaqirsa shaltoq, qizligi chaqirsa voy charchab qoladi-de, bolalar bilan ona qizim deyishadi. Men uyimni tozalash uchun klinik firmalar chaqirsam, boshqa kelinlar ham o'rganib olib to'polon qilar ekan. Nima bo'pti? 3 oyda bir uyingizni generalniy tozalatsangiz, ketadigan pulingizni o'ylaysiz, u keliningizni qaytmaydigan umrini asabini sog'lig'ini o'ylaymizmi? Har 2-3 oyda uyimizni Go'klining firmasidagi qizlarga topshiraman. Hatto qizli uyimni ham. Qizlar o'zligi bilib hamma yog'imizni tozalab, oydagina qilib ketishadi. Hamma o'z ishini, vazifasini bilib qila qolsin. Aynan shunaqa xizmat ko'rsatish firmalari siz bizga o'xshagan yosh bolali, ishi, o'qishi ko'p ayollarni og'irini yengil qilish uchun tashkil qilingan. Hamma yumushlarni o'z ishini ustalariga topshirib, mazza qilib yashashga nima yetsin? Bugun qaynona bo'lib keliningizni oddiygina tozalashga odam chaqirgani yoqmay gapirayotgan bo'lsangiz, ertaga qizingiz shaltog'iga botib qolganida boshingizga kelib qolishidan qo'rqing va bu narsaga oddiy qarashni boshlang. Sizlarda ham bunaqa holatlar bo'lganmi? Kelin uyga, uborkaga yordamlashga odam chaqirsa, uy kattalarning ensasi butun Toshkentni aylanib chiqadi. Umuman olib aytganda, uyga klinik firma chaqirishning nima yomon tomoni bor? Kommentariyada fikringizni yozib keting.